Qanday qilib bor yo'g'i 9 milliongina yevrey butun dunyoni 8 milliard odamni okkupatsiya qildi, bosib oldi. Qanday qilib bunga insoniyat o'zi yo'l qo'ydi? Ijtimoiy tarmoq, Google, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, televideniya, xalqaro axborot, bugungi kunda hammasi yevreylarga tegishli. Oqni qora, qorani oq qilib ko'rsatish bugungi kunda shularning qo'lida. Dunyo axborot tizimini bugungi kunda yevreylar boshqaryapti. Dunyoning eng boy odamlari, milliarderlari 90-95% Zuckerberg, Arno, Bezoslar, bular hammasi yevreylar. Amerikani pul pechat qiladigan sanogidan tortib, moliyasi, birjasi, umuman dunyoning hamma puli bugungi kunda yevreylar qo'lida. Gap borum, кто платит, тот заказывает музыку deydi-yu. Bugungi kunda yevreylar musiqaga pul to'layapti va butun dunyoni musiqasiga o'ynatyapti. Bugungi kunda dunyoning eng kuchli mamlakatiman degan Amerika ham mustaqil davlat emas. Gapimga javob. Amerikani yevreylarni lobbisi okkupatsiya qilgan, bosib olgan. Donald Trampni Eronga qarshi urushga kirishi milliy manfaat uchun emas. Eronning Amerikaga hech qanday xavfi yo'q. Bu yevreylar lobbisi ta'siri ostida bo'ldi. Donald Tramp bugungi kunda po facto yevreylar qo'lidagi o'yinchoq. Amerika esa Isroilning ham iqtisodiy, ham harbiy dubinkasi. Xalqaro qonunlarga tupurib qo'yib, xohlagan mamlakatini savalaydi. Bugungi achchiq haqiqat shundan iboratki, bor yo'g'i 9 million yevrey oldida dunyoning 8 milliard aholisi ojiz.